Aziz vatandoshlar, saxovatpeshi birodarlar. Bugun biz sizlarga og'ir judolik va umid orasida turgan bir yurtdoshimiz nomidan murojaat qilyapmiz. Hozirda Hindistonda bo'lib turgan yosh bir otaning hayoti qil ustida turibdi. Uning buyraklari o'z funksiyasini bajarmayapti va yagona najot shoshilinch buyrak ko'chirish operatsiyasi. Tasavvur qiling, u hali juda yosh. Uyida esa uning yoliga ko'z tikib o'tirgan kichkina farzandlari bor. Ular otasining sog'-salomat qaytib kelishini kutishmoqda. Biroq operatsiya xarajatlari oilaning imkoniyatidan ancha yuqori. Saxovatli xalqimiz hech qachon birovni chorasiz qoldirmagan. Keling, ushbu yosh otaning farzandlari yetim qolmasligi uchun, uning sog'lom hayotga qaytishi uchun qo'limizdan kelganicha yordam beraylik. Sizning kichik deb bilgan yordamingiz u uchun yangi hayot tuhfasi bo'lishi mumkin. Barchangizdan ushbu xayrli ishda ko'makchi bo'lishingizni so'rab qolamiz. Zero, yaxshilik albatta qaytgusidir. Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana men og'ir vaziyatga tushib qoldim. O'zbekistonda doktorlarga ko'rinib buyrak almashtirish kerak dedi u yerda ham. Tekshiruvdik, u yerda yaxshi uyda javob berilmas ekan. Mana biz hozir Hindistondamiz. Hindistonda mana almashtirish kerak ekan, hamma imkoniyati bor ekan bu yerda. Mana ukam donorlik qiladi, yonimda turibdi mana. Inshaalloh mana shuga qo'yishimiz kerak ekan, almashtirishimiz kerak ekan, srochniy ekan. Keyin mana shu imkoniyat darajada imkonlaringiz bo'lsa yordam qilingizlar. Inshaalloh. Bizda ism familiyangizdan qaysi karta kimniki bo'ladi? Agrobank degan karta o'zimning nomimda Mahmadqulov Abdulla deb chiqadi. Xumor kartada Mahmadqulov Abdulla deb chiqadi, ular o'zim nomimda. Bitta rossiyskiy karta bor, viza karta bor, u Rossiyadagi karta bor. Bu amakimning nomida. Mahmadqulov Ravshan deb chiqadi unda. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Men O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Xo'jasoatdanman. Meni akam mana shu ahvolga tushib qoldi. O'zbekistonda edik, dializga tushgandi, bu yerga olib keldi Hindistonga. Hozir Hindistonda tekshirtirdik. Donor qilish kerak, srochniy deydi. Haftasiga 3 marta dializ olyapti. Vaziyat sal qiyin ahvolda qoldik. Hamma narsa tayyor. Donor o'zim bo'layapman, xudo xolasa. Mana shu mablag' tomonidan sal qiynalib turibmiz. Agar imkoniyatlaringiz yetsa, qo'llaringizdan kelsa, Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Bir yordam qilsalaringiz, shu akamni tuzaltirib olib ketsam. Bitta o'g'li bor. Hali hech 38 yoshda. Imkoniyatlaringiz yetsa yordam qilingizlar. Iltimos sizlardan. Assalomu alaykum do'stlar, yana siz bilan Baxtiyor Indiya. Shu akamiz bizni yonimizda kelib, murojaat qilib, bu yerda O'zbekistondan kelib, aeroportdan kutib olib, bu yerda Fortis klinikada, bu больницаga doktorga ko'rsatib, tekshirib, bilib oldiki, bularni bor-ku, dializdan tashqari boshqa yo'li yo'q. Bu dializdan bor-ku, ko'p davom ettirmaydi. Tez kunda bor, transplant qilish kerak, buyrakni almashtirish kerak. Donorlari tayyor, ukalari donorlik qiladi. O'zim yosh katta emas. Bola chaqasi bor, yonida pul bo'lsa, shunaqa vaziyatga bor-ku, majbur bo'lgan odamlar mana chetga kelib, umid bor, yo'l bor, pul bo'lmasin, bu yerdan noumid bo'lib ketsin. Hammamizga bor-ku, har bir tomondan bor-ku, to'g'ri kelmaydi. Bular videoga qanaqadir nima edi, lekin men majbur qildim, xalqimiz yakka qo'ymaydi, yordam qiladi. Inshaalloh hal bo'ladi, umid berganman bularga. Videoni qilib, kartalarni qo'yamiz. 2 karta o'zlariniki, rossiyskiy kartalari amakallarniki, ularni qo'yamiz. Shu kartalarga kirib, qancha pul ehson qilasiz Xudoning yo'liga, shu akamizga bor-ku, o'zlariga tushib keladi, bilib bo'ladi. Inshaalloh pullari hal bo'lsa, gideta bor-ku, $15,000 atrofida pul kerak bularga, faqat больницаga. Qolgan o'zlariniki ham bor. Shu uchun pullar to'liq kelsa,
Undan keyin yana video qilib vaziyatlarni tushuntirib beramiz oxirigacha. Sizga shukr, shuncha yordam qilib kasallarga turgansiz hozirgacha. Undan keyin ham yordam qiling. Aka bo'ladi inshaalloh. Siz o'zingizni charchatmang. Davlenangiz bor-ku ko'tarib ketyapti. Hamma narsa hal bo'ladi inshaalloh. Nasib inshaalloh aka. Hech narsa bor bu dunyoda bor-ku, bo'lmaydigan narsa yo'q. Shunday aka. Hal bo'ladi inshaalloh. Nasib xudo xolasa aka. Xudo xolasa. Rahmat. Mollaringizga shukr. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan.